Yusuf alayhissalom Alloh taoloning yaxshi ko'rgan bandalaridan biri bo'lgan Yaqub alayhissalomning o'g'li edi. Yaqub alayhissalom Yusufni nihoyat yaxshi ko'radi. Ammo shayton Yusuf alayhissalomning qarindoshlarining orasiga vasvas tashildi va ular uningga suiqasdlarni planladi. Oxiri quduqqa tashlab Allah subhanahu wa taolo o'z fazl marhamati bilan uni quduqdan chiqardi. Ammo ozg'ina arzimas bir necha dirhamga qo'l qilib setildi. Cho'ng bo'lganda bo'lsa-chu, ayollarning fitnasiga uchrab, zindonda talay yillar yetib ketdi. Allah uni bu sinoqlardan keyin, bu sabrlardan keyin uni zindondan chiqarib, Misrning azizi qildi. İnsanlarning nazaridagi qo'l va xor bir inson aksicha aziz bir insonga aylandi. Allah aytadiki: "Val aqibatu lil muttaqin." Güzel oqibat muttaqilarga mansubdir. Kimki Alloh taologa taqvodorlik qilsa, sabr qilsa, oqibati shunday go'zal bo'ladi. Agar Alloh taolo yaxshi ko'radigan kishilar sinoq uchirmaydigan, imtihon uchirmaydigan ish bo'lsa-da, payg'ambarlar uchirmaydi. Chunki payg'ambarlarni Alloh nihoyat yaxshi ko'rdi. Allah dunyo hayotini bizni sinash uchun yaratgan. Allazi xalaqal mauta val hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh taolo insonlarning qaysisi eng yaxshi amal qiladi buni sinash uchun o'limni va hayotlikni yaratdi. İmtihan qilinayotgan, sinoq uchirayotgan har bir mo'min uchun Yusuf alayhissalomning qissasida yetarlik vaz-nasihat va ibratlar bor.